Assalomu alaykum. Quyosh quvozlari mana Farhodjon akamizni quyoqxonalariga keldik, dala quruqqa. Anchadan beri video qilmay qo'ydik. Mana hozir qarasak, bitta ancha quyonlar ko'payib qoldi. Hozir bir obzor qilamiz. Sotiladiganlar bo'lsa telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Xaridorlar bo'lsa qiziqqanlarga telefon qilib gaplashib oldirasizlar. Mana bitta bu katelarni o'zi Farhodjon akamiz ayollari yasabdi. Mana ayol kishi bo'ldi, shunchalik qarang, mashalloh. Go'zal qilib yasabdi. Hop. Bitta mana pandalar ekana. Panda. Bularning otasi nimami? Gavanami? Gavana bolalari bor ekan. 2 oylikda atrofida bo'lib chiqilgan, 1,5-2 oylik. 45 kunlik. 3 ta bolasi bor ekan. Uchi bu. Tuqqanmi bu urg'ochi? Yo'q, endi. Bu ham joy tayyorlab olib chiqildik. Mana bitta Sredni pandalar ekan. Bo'yaptimi? Bu veza taqmaydi, bu ham qora ekan, panda ekan. Bitta mana pandachalar bo'pti. Kimga kerak bo'lsa 5 ta bolasi bor ekan. Maska sharblari zo'r chiqdimi? Maska sharblari zo'r chiqdi, ochaylikmi? Mashallah. Bular mana shu 1,5 oy atrofida. 1,5 oy atrofida. Bo'pti, mana sotilar ekan bular. Bu kishim endi tug'adimi? Ha, o'zi sotuvda. Ha, tayyor urg'ochi deganlarga, ha. Maska sharb zo'r ekan bunday. Sotuvda ekan. Bu-chi? Bu ham bo'g'oz. Bu bo'g'oz ekan, ha? Mana buni onasi ham, ya'ni bu kalta quloq oldingi videolarimizda ham bir tushgan edi bular. Mana shu ancha yosh katta quyon ekan, 2-3 ta bolasi bor ekan bunda ham, gavan ekan. Ham gavana samka ekan. Bu tug'adimi endi? Yo'q, hali qochmadi. Qochmagan, o'zi sotilmaydi bu? Yo'q. Sotiladimi? Sotiladigan bo'lsa aytib ketaveramiz. Bu yerda mana sariqdan bor ekan. Gold. Bu tug'maganmi hali? Endi tug'adi. Joy tayyorlab qopti. Gold samka bor ekan. Bu yapon samka ekan, ha? Yapon samka bor ekan. Sizni zurriyotingizni aka, Bizgilarni, pastdagilarmi? Ha. Ya'ni poniyli avlodlaridan ekan. Poniyli avlodlaridan. Buni hozir menda Hatot baran mana. Hatot baranda ham bitta 3 ta bolasi bor ekan. Bittasini qulog'i yotibdi. Ha, endi yotyapti. Mashalloh. Chiroyli, rosa tiniq beribdi mollar. Otasi ham toza ekanda demak. Mana kimga kerak bo'lsa Hatot baranlar bor ekan. Bu ham Hatot baran ekan. Bunda hozir 6 ta bolasi bor ekan, mashalloh. Tiniqligini qaranglar. Ko'zlar, quloqlari yerda yotibdimi bularda? Ha, basaylarga yerda yotyapti ekan. Quloqlari yotishni boshlabdi. Bunisi anaqa shikili, Rex shikiliga? yo'q, zayd. Zayd, ha, zayd ekan, mashalloh. Bu erkakmi, urg'ochimi? Urg'och. Tuqqan yo'qdir, ha? Yoshga o'xshaydi. Yoshga o'xshayapti, ha. Mashalloh, mana zayd ham bor ekan, birodarlar. Bu onasi yeb. Mana qiziqqanlarga zayd bor ekan, mashalloh. Bu yerda mana Hatotni originallari bor ekan, ha? Tikka quloqlari bor ekan. 3 ta bolasi yo yana bormi? 3 ta ekan mana bolasi, mashalloh. Necha oylik bo'ldi bular? 1 oylikdan o'tdimi? 3 kun bo'ldi. Mashalloh, onun qaranglar, go'zalligini qaranglar. bo'lar ekan. Ko'zlarini qaranglar, mashalloh. Rosa tiniq chiqibdi uni. Barakasini bersin. Qulog'i kalta ekan onasini ham. Ko'zlari moviy. Bu ham Hatot ekan. Tug'madimi hali bu? Yo'q, endi. Ha. Xudo xolasa hali tug'mabdi. Bu samesmi bu? Yo'q, Samkami? Bu ham samka ekan, mashalloh. Go'zalligini qaranglar. Mana Hatot samka bor ekan. Bu tug'sa, xudo xolasa bolalari sotiladi. Qiziqqanlar mana telefon nomerlariga telefon qilib gaplashaveradi. Mana karlik samets shikiliga? Ha, bular hammasi samet. Yo, samets ekan mana. Karlikda zo'r ekan mana. Maska sharblari zo'r ekan. Bular sotuvdami yo Yo'q. bolasi olinyapti? Karlik samets panda.
Pandaning zo'rigan. Xudo xolasa bolalar chiqsa sotiladi sizlar. Bu mana gold samец ekan. Pandan Galland gold samец. Ranglari ash samkaga mashq qo'shilgan bo'lsa kerak-a? Bu mini lop. Angliyskiy mini lop. Maşallah. Tumshug'ini qarang. Oppoq ekan-a bu. Angliyskiy mini lop. Ko'zlari pishdi. Tumshug'ini qarang, chiroyli ekan. Maşallah. Barakasi bersin. Bunisi mana xatot erkak samец. Samец. Shuni bollarida endi nargilari. Aha, shuni bolalar. Shuni bollar ekan mana. Xatotcha. Kechi. Seni ko'rgani keldik maşallah. Bu ham xatot samец ekan-a? Yoshroqmi bu? Yosh kattami? Bir xilmi? Nargida tumshuqlari yo'g'on zo'r ekan-a? Bu ham sotuvda emasmi? Yo'q. Ikkinchi liniyaga ekanda demak bu. Bu mana baland mini lop splint deyiladi. Samец. Buni bolalari chiqqanmi? Yo'q. Hozir bola olinmadi. Bu tarafda ham bu nima bu? Bu ham karlikmi? Germelin ekan, ha? Germelin bor ekan. Samец, samkami bu? Ha, sam. Ha, bo'sh ekan. Bu yerda baranmi? Xatot baran. Xatot baran bor ekan. Samецmi yo samkami? Yo'q, samец. Samец ekan-a? Sotuvda bo'lsa? Yo'q. Bu yerda baran mini lop deydimi, nima deydi buni? Mini lop splint ekan. Gold bor ekan. Bunun bolasi bor. Bo'ldimi? Ha, Ha, bu erkak-a? Samец. Mana taylarga aplikalarini solib, mana shunaqa go'zal qilib o'qilyapti sizlar. Bizda shunchalik hafsala yo'q. Bu yerda Rex shekilli, Rex yapon ekan-a? Karlik yapon. Karlikmi? Ha, karlik ekan. Hozir shuni ko'rsataylik. Bu ham sotuvda ekan, karlik, yapon samka ekan. Siqqanlar bo'lsa, telefon qilib gaplashinglar. Bu ham karlikmi? Ha, trikolor. Karlik trikolor ekan. Zo'r ekan bu ham. Samkami, samецmi? Samец. Samецga o'xshab turibdi, maşallah. Sotuvda emasmi? Yo'q. Qizlar ekan. Bu-chi bu? Bu ham karlik ekan-a? Голубой. Samkami? Bu mana mini lop baran ekan. Samka ekansizlar. Otasi shuni pastga. Otasi. Ha, o nariga chiroyli bir maqtagan ekan, tumshug'i yo'q. O buni agar qiziqqanlar bo'lsa, narxini ko'tarsa sotilar ekan. Kelishib, juda go'zal narsa ekan, tiniq. Yosh qancha bo'ldi buni? 3 oy. 3 oylik ekan. Ular mana karlik bilan sredniy nimani gallandni chatishtirilgan ekansizlar mana. Quloqlari ancha kalta chiqqan, bolachalarni qilgan shirinligini. O goluboi ham bor ekan, pandasi ham bor ekan, karlik ekan. Karlik bilan chatishtirilgan. Men o'zim mana shu karlik bilan chatishtirishni hozir plan qilib yuribman mana undan. Mana shu chatishgan nima ekan. Bolalar xudo xolasa 20 kunlik, 25 kunlik atrofida ekan-a? 20 kun. Bu mana gepard ekan. Karlik. Karlik gepard ekan-a? Necha oylik mana shular? Sotuvda. Sotuvda samецmi, samkami? Samka. Samka ekan, maşallah. Juda chiroyli. Rexlarni ham karliklari ko'payib ketibdi. Albatta. Bu ham zayetsmi? Zayet samец ekan, maşallah. Buni ham nimasi terilari sifati zo'r bo'lar ekan-a? Yuvosh bo'lar ekan. Zayet. Zayetlarda urushqoq bo'lardi, baribir bular yuvoshroq bo'lar ekan-a? Bular mana splintchalar ekan. Mini lop splinti bolalar ekan. Endi ko'zlari ochilyapti. 15-20 kunlik bo'lib qopti. Xudo xolasa. Mana goluboi gilas ekan onasi. Qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa biror oylarda sotuvga chiqaribdi. U tug'yapti shekilli. Bitta mini lop tug'yapti ekan hozir. Ha, junulyapti ekan. Joy tayyorlayapti ekan. Bezovta qilmaylik. Bu samецmi? Gavana samец ekan-a? Sotuvdanmi bak? Gavana demak, mashina bolalari bor ekan sotuvda. Xolasa. Bitta gavana bu nima bu? Samец. Sotuvdanmi bu? Qo'lni almashtirgan.
Ha. Bu yangi qon ekan, sizlar sotuvdan. Shuni almashtiraman. Ha, buni Qonga. yangi qonga agar kimda bo'lsa almashtirillar ekan. Ha? Maska sharafi zo'ridan qo'ygan. Maska shariflari zo'r ekan. Tumshug'i ham yo'g'on ekan. Sanascha. Mashallah. Kallik panda. Kallik. Qaysi? O tepa. Ali tinnoqmi panda? Ha, pandani bolalari ekan. Bittasi xatut. Xatutdan chiqqan. Xatut baram. Ha, buni qo'shib qo'ygansiz. Mana ular mana quloqlari kalta turibdi o'zi karligida. Ikkita karlik bolasi bor ekan. Ma'da ham bor ekan. Mashallah. Anavisi mana. Anavisi otasiga tortibdi. Chiroyli chiqdi. Yana bittasi bo'lishi. Yana bittasi bor ekan haqiqatan. Ular ham 20-25 kunlik atrofida ekan. Bir oy 31 kilo. 31 kunlikmi? Yana 2 hafta 3 haftada sotuvga chiqarkan sizlar. Kimga kerak bo'lsa, hozirdan bron qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Mashinasi ham zo'r ekan. Mashallah, onasi ham yaxshi ekan. Onasi ham zo'r ekan. Otasi juda go'zal ekan. Bunisi mana xatot baron ekan, satin ekan, haqiqatan yaltillayapti. Yunglari momoq ekan. Bu sotuvda emas. Ha, bu baran, xatot baran ekan, ha? Onu tepadagilarni otasi. Ha, tevadagi nimalarni? Baranlar. Paramchalarni, xatotlarni otasi ekan mana shu. Bular sotuvda ekan, ha? Gavani, sameslar ekan. Chiroyli ekan bular. Qiziqqanlar bo'lsa, mashallah. Go'zal ekan. 4 oylik atrofida ekan, ha? 3 oy, 4 oy atrofida ekan. 3 oy ekan. 3 oy ekan. Ularchi? Pandachalar. Samka samets. Ular ham 3 oy atrofida shekilli. Mana 2,5 oylik. 2,5 oylik ekan. Mana, zo'r ekan. Bir jup ekan. Juda go'zal. Mana bunisi tumshug'i yo'g'on samets shekilli o'zi. Zo'r chiqdi. Beti ham aytib turibdi samets. Mollari bilan. Mana birinchi ko'rsatganimiz ikkita gavani, bitta qora panda, onasi, hammasi oilaviy sotilaveradi. Azizlar, mana Xudo xolasa anchadan beri o'zi YouTube'ga video qilmay qo'yaverdik. Mana Farhodbek akami quyonxonasidan boshladik videoni. Endi Xudo xolasa shunaqa qilib davom ettirib turamiz. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Gaplashib, kelib ko'rib olinaveradi. Akamiz lekin dastavkani eplab bo'lyaptimi yo olib ketishyaptimi kelib aka? Berilaveradi. Dastavkani ham harakati berilaverar ekan. O'zi Alloh barakasini bersin. Kattalarni ham yasashib ko'paytirishib juda bir chiroyli. Bo'pti, Alloh rozi bo'lsin. Barakasini bersin. Xato va kamchiliklar bo'lsa rozi bo'lib qo'yasizlar. Anchadan beri video qilganim yo'q edi. Hozir ko'rib men o'zim ham quyonga qiziqib ketdim ancha. Quyonga anchadan beri gul bilan bo'lib ketdi, biz ham boshqa bilan bo'ldi. Quyondan ancha qaytib oldik. Alloh barakasini bersin. Mayli, rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Men telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Manzillari o'sha Andijon viloyati Jalolquduq shahrida. Tumani deyiladi, tumani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.